Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari. Eslatib o'tamiz, bugun 24-oktyabr chizilsa, haftaning mana juma kunida aeroport Pulkovadan sizlarga to'g'ridan-to'g'ri ushbu videoni taqdim etib o'taman. Mana ko'rib bilasizlar, qo'limda 7 ta pasport hamda 7 ta bilet посадочный talonlar turibdi. Aynan bu biletlar mana hozir ko'rib bilasizlar, Sankt-Peterburg, Buxoro qanot sharq reysiga bilet olgan akalarimizdi. Mana bilet hamda dokumentlari bo'ladi. Mana akalarimiz sharhlab turibdilar. Biletlarni mana aviakassa ruxsatini xarid qilib olgan edilar. Mana hozir o'zlari bilan ko'rishib, uchrashib turibmiz. Keling, endi qisqacha ma'lumotlarni o'zlaridan bilib olamiz bugungi kun holat tafsilotlari bo'yicha. Assalomu alaykum akajonlar, xush kelibsizlar. Endi o'zingizdan qisqacha ma'lumot olamiz. Mana 7 kishi bilet olgan ekansizlar. Shu aviakassa ruxsatiga ya'ni bizga murojaat qilib, biletlarni onlayn tarzda olgansizlar, kassamizga bormasa. Qani, xudoga shukr, mana biletlar hammasi ishonchli ekan. Va'daga muvofiq mana aeroportda sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Mana uchrashib, mana sog'-salomatchilik chiroyli tarzda o'tib oldilaringiz. Tavsiya qilasizmi akajon, kassamizda xizmat ko'rsatishlarimiz? Ishonchli mumkin. Onlayn tarzda. Salomat bo'linglar akajon, sizlar ham sog'-salomat vatanimizga yetib bo'linglar. Mana akalarimiz ketishyaptilar, hammalari mana shu yerda, mana nasib bo'lsa. Aviakassa ruxsat xodimlari, aziz vatandoshlar, sizlar uchun bizlar hamisha har doim hamma vaqt xizmatda bo'lamiz. Ushbu videoni ostida telefon raqamlarini qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib qo'yinglar. Biz esa har kunlik reysga har doim immuniy Sankt-Peterburg shahri Pulkovo aeroportida sizlar uchun xizmatda bo'laveramiz. Akajonlar, sog'-salomat yetib boringlar vatanimizga. Sog'-salomat bo'linglar, salomat bo'linglar.